Assalomu alaykum hammaga do'stlar. Bugun sizlar bilan qanday qilib ChatGPT Premium versiyasini, ya'ni Go versiyasini 12 oyga bepul olishni ko'rib chiqamiz. Hozir bu yerda ko'rayotgan bo'lsangiz, narxi $5 turibdi 12 oy uchun O'zbekiston lokatsiyasi bo'yicha va plastik narxi $20 bo'lyapti. Birinchi biz uchun kerak bo'lgan narsa bu Hindiston VPN bo'ladi. Buni tortib olamiz. Ko'rayotgan bo'lsangiz hozir men Hindiston VPN tortyapman. Chrome brauzeri uchun. Agar mabodo sizda telefon bo'ladigan bo'lsa, telefon uchun ham tortib oladi. Ya'ni xuddi shu kompaniyadan adashmasam telefon uchun VPN'lari bor. Tortyapti ko'rayotgan bo'lsangiz, tortib olasiz shu narsani. Tortib bizada yuklab olyapti. O'rnatildi. O'rnatilgandan keyin biz ChatGPTni o'zidan ham chiqaramiz va bu yoqdan VPN ga qolamiz. Connect qildik. Undan keyin ChatGPTni qayta kiramiz. Pyunni Mumbaiga uzatib qo'ysangiz ham bo'ladi. Lekin bitta muammoli tarafi VPN bo'lganligi uchun internetimiz ozgina sekinroq ishlashi mumkin. Shunga e'tibor berasiz. Hozir ko'rayotgan bo'lsangiz ochilmayapti. Qayta yangilab va ko'ryapsiz, bu yerda Ranvir Kamir degan qilib yangi akkaunt ochganman. Xohlagan ismni qo'yib qo'ysa bo'ladi va bu yerda personalga o'tamiz va ko'rayotgan bo'lsangiz, endi bizga 12 oyga 0 rupiy chiqarib beryapti. Ya'ni oldin $5 edi, hozir endi 0 rupiyga tushdi. Nima pul to'laymiz? Claim offerni bossak, kiramiz. Hozir sizni bu yoqda to'lovlarga olib o'tadi. Hozir sekinroq ishlayapti. Kartni bosamiz, bu yoqdan olamiz. Bu saytni Telegram kanaldan olasiz. Shu joyga xuddi shu raqamlarni yozamiz. Uni biz Telegram kanaldan olsak bo'ladi. Shu Telegram kanaldan yozib turib, ularni bu yerga yozasiz va generate ni bosasiz. Bosganingizdan keyin bu yerda bizga kartlarni chiqarib beradi. Xohlagan kartangizni tanlab turib, yoki ko'chirib olsa bo'ladi, farqi yo'q. Ko'chirib oldik. Bu yerga yozib olamiz. Undan keyin bu yerga o'tkazamizda 0530 ko'rayotgan bo'lsangiz, uni ko'chirib olamiz. 0530. Uniki 205 edi. Yana bitta tekshirib qo'yganimiz ma'qulroq. 205 bo'lyapti. Undan keyin bizga ism kerak bo'ladi. Ism xohlagan narsa yozib qo'ysa bo'ladi. O'sha Ramir Kamir deb yozib qo'yamiz. Farqi yo'q, qanaqa ism bo'lsa ham. Agar mabodo sizga hind ismi kerak bo'ladigan bo'lsa, xuddi shu saytdan olsangiz bo'ladi. Hozir biz bu yerga adres kiritishimiz kerak. Adresni yana Telegram kanalidan topsiz bo'ladi. Telegram kanalidan shu saytdan olasiz. Bu yerda hind adreslarini chiqarib beradi. Hozir biz Mumbai qilgan uchun Mumbai tanlaganimiz yaxshiroq. Hozir Mumbaini tanlab bunisini olyapmiz. Birinchi qismini birinchi adresga ko'chiramiz. Bu yerga adres line 1 ga. Ikkinchi qismini adres line 2 ga ko'chirib qo'yamiz. Negadir yoki internet qatyapti. Undan keyin Mumbai degan joyga ko'rayotgan bo'lsangiz, va Maharashtani eslatib qolamiz. Hozirgina qatyapti. Mumbai'ni bu yerga ko'chirdik. Qo'shdi. Undan keyin bu yerda Maharashtra degan topasiz va pin joyiga bu yerdan zip kodni kopirovat qilib olamiz, ko'chiramiz bu yerga. Ko'chirdik. Undan keyin bu kichkani bosamiz va ko'rasiz, bu yerda bizda 12 oyga free trial deb chiqyapti, ya'ni 0 rupiyaga 12 oy ishlash mumkin. Undan keyin subscribe degan tugmani bosamiz. Subscribe tugmasini bosamiz va bu yerda hozir bizga odamsan yoki yo'qmisan degan oyna ochiladi. I'm human bosasiz. Ba'zida sizga rasmni chiqarish mumkin, ba'zida to'g'ridan to'g'ri o'tib ketish ham mumkin. Bizga rasmni chiqardi, bu yerda square, ya'ni kvadratni tanlashimiz kerak. Kvadratni topamiz, ko'rgan bo'lsangiz. O'tkazamiz. Yana bizga kvadrat kerak, kvadratni tanlaymiz, o'tkazamiz. Va bizni odam ekanligimizni topadi. Hozir bu yerda tishkani belgisi chiqish kerak agar o'tgandan keyin. Hozir kutib turasizda, internet hozir pasaj ishlashi mumkin. VPN bo'lganligi sababli. Bizda aktivatsiya bo'ldi. O'zimizni endi oynamizga qaytamiz. O'zi qaytadi va tepada siz ulandingiz degan chiqadi. Bu yerdan subscribe to ChatGPT Go. Yana o'sha Go versiyasiga ulanyapmiz, ko'rgan bo'lsangiz. Ranvir degan ism, ismi ham almashib ketdi, ko'rgan bo'lsangiz. ChatGPT 5.2 ga o'zgargan. Bu yerda xohlagancha rasmni tashlashingiz mumkin, xohlagancha videolar joylashingiz mumkin. Siz yangi akkaunt ochish shart emas, ya'ni o'z akkauntingizni davom ettirib bo'ladi. Ya'ni buni qilib. Faqatgina agar mabodo oldin ChatGPT Premium sotib olgan bo'lsangiz, bu ishlamay qolishi mumkin. Shuning uchun agar mabodo oldin Premium sotib olgan bo'lsangiz, shunga yangi akkaunt ochingni, undan keyin bu ishni qilib ko'rsa bo'ladi. Ba'zida ishlamay qolishi mumkin, shunda qayta ko'rsangiz ham bo'ladi. Ya'ni agar ishlamasa, yana 1 soatlardan keyin yoki 2 soatlardan keyin kiring, urinib ko'ring. Premium versiyasida ko'proq rasm yuklasa bo'ladi. Umuman cheklovlari bo'lmaydi. Bundan tashqari xohlagancha rasm yaratsangiz bo'ladi. Kirib ko'rishimiz ham mumkin. Hozir bu yerda tekshirib ko'ramiz, qancha oyga bergan. Ko'rayotgan bo'lsangiz akkauntga kiramiz, undan keyin ChatGPT Go va ko'rayotgan bo'lsangiz 4-fevralda yangilanadi, lekin uni tugash vaqti, ya'ni 100% chegiramiz 4-yanvargacha bo'lyapti, 27-yil. Hozir ko'rayotgan bo'lsangiz bizda 4-yanvar, 26-yil, ya'ni 27-yanvargacha 1 yilgacha siz ChatGPT Go ni tekinga ishlashingiz mumkin. Bu yoqda ko'rsangiz bo'ladi. Ko'rayotgan bo'lsangiz ChatGPT Go chiqyapti, free versiyasi yo'q holda, ya'ni 27-yilgacha. Plus versiyasi ham bor. Faqat plus versiyasiga ulanib bo'lmaydi. Plus versiyasi bittagina tarafi bu yoqda Sora orqali videolar yasasa bo'ladi. Go orqali Sorada videolar yasab bo'lmaydi. Rahmat hammaga do'stlar. Agar sizga ham ishlagan bo'lsa, kommentariy yozib keting, rahmat deb va do'stlaringizga ham ulashni esdan chiqarmang. Agar mabodo siz ulamagan bo'lsangiz, Telegramdan
Men sizga link qoldiraman. O'sha linkka yozadigan bo'lsangiz, biz sizga olib berishimiz mumkin. $5 dan hisoblagan esa 12 oyda $60 bo'ladi. Oddiy versiyasidan ko'ra ancha yaxshiroq va pulga sotib olgandan ko'ra ancha arzonroq tushadi. Agar mabodo ishlamay qoladigan bo'lsa, karta ishlamay qolishi mumkin, yoki nimadir bo'lishi mumkin. Agar xatolaringiz bo'ladigan bo'lsa, 1 soatdan keyin qayta urinib ko'rsatib oladi agar ishlamay qoladigan bo'lsa. Lekin o'zim 10 tagacha akkauntga olib qo'ydim. Deyarli unaqa muammolar bo'lmadi. Telegram kanalga linkni opsiyasini qoldiraman. Telegram kanalga kirib, obuna bo'lib, o'sha yerdan hamma linklardan foydalansangiz bo'ladi. Agar qanaqa savollaringiz bo'lsa, o'sha yerda kommentariy yozsangiz ham bo'ladi. Rahmat hammaga o'rtoqlar. Sog' bo'ling.